Mana qizlar, sumalilarimiz pishdi. Rasmga olamiz. Bu mana o'zimizni taom, o'zbek taom, milliy taom. Lekin haligi bidyatga berilmaymiz. Eng shirin, foydali, vitaminli taom. Vaqtida pishmagan deganlarga aytib qo'ying, bozordan sotib olib yeysizlar-ku. Ha? Biz o'ynab, kulib, yeb, ichib, undan keyin mana simalaylarimiz. To'yib yeymiz bolalarimiz bilan. Qaranglar, qishdan eson-omon chiqib olaylik, to'g'rimi qizlar? Ha, sog' bo'linglar. Qani? Mana. Bizni sumalagimizni yeymiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bizlarchi hojona. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ranglari chiroyli bo'libdi. Oh. Ana. Ha, ana. Sumalakdan tosh topdi. Oh, ana. Ana. Ha, ana. Ana qarang, ana. Ana. Polvonroq ushinglar. Polvonrog'i. Yaxshilab ko'ringlar. Ana. Mana yomg'ir yog'adi, xudo xolasa. Mana yomg'ir. Ana. Qizlar, yaxshi dam oldilaringmi hammalaring? Hammalaring kayfiyatlaring yaxshimi? Qizlar yashasin, pensionerlar! Yana yashasin, pensionerlar! O'ylab kulib yuraveraylik. Tinchlik, omonlik, xotirjamligini bersin. Yashasin. Kayfiyatlaring yaxshimi? Kecha yaxshi dam oldilaringmi? Uyda o'tirgandan ko'ra, to'g'rimi? Necha yolsizlik kecha qizlar. Mana tutdilar. Ham sayohat qildik, ham dunyoviy ishlar bilan band. Inshaalloh. Yopishib olmaymiz. Ko'ringlar, bizni sumalagimizni. Ana. Xudo xolasa bahorda ham Ramazonda eson-omon ro'zalarimizni tutib olsak, ro'zadan chiqib ham solamiz, ha? Qani qizlar, yashasin pensionerlar! Yashasin.